Assalomu alaykum. Va alaykum Nima zakaz berasizlar? Menga qaragin, bizga kirganda massa, choy, poy qilib, ham cho'tki tez to'ldirib ber davay. Suv qo'shib olisham esdan chiqmasin. Xo'p bo'ladi. Nima qilyapsan? Ko'rmisan? Qiz bola narsa farosatli bo'ladi-ku, to'g'ri qo'ysang bo'ladi-yu shuni. Voy uzr akajon. Menga qara, uzuringni pishirib yeymanmi? Qara kiyimni nima qilding? Bor xo'jayiningni chaqir. Bola tinchlikmi, nima bo'lyapti o'zi? Kimsiz siz o'zi? Men hech kim emasman, aka, lekin ofisant qizga qilayotgan muomalalarni ko'rib turib, prosta kelib so'rayapman. Nima bo'lyapti, tinchlikmi deb. Chumo, begona ekansan. Bor antda o'ynagin. Menga qara, og'ayni, sen o'zingni bosib ol, kim bo'lsan ham, tushundingmi? Men prosta kelib gapirayotgan sababi, men aynan Oxu milliy taomlarini xo'jayinlariga ukalar deb o'qib qolganman. Bo'li kerak emasmi deb kelyotgandim. Yaxshi bo'pti, o'zingizlar kelishaveringlar.